Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengesinin xalığancha tutquniga qarshi turish xizmat gruppasi o'tgan hafta tekshirish doklati e'lon qilib, Xitoy hukumatı tarafidan tutqun qilingandan beri izderiki bo'lmagan Uyg'urlardan atoqli jurnalist Qurbon Mahmud, Bag'dash torining qurg'uvchisi Akbar Asad va doktor Gulshan Abbosning darhol va shartsiz qo'yib berilishini talab qilgan. Dokladda qayd qilinishicha, Xitoy hukumatı bu kishilarni tutqun qilib, ularni erkinlikdan mahrum qilishda Xitoyning ichki qonunlariga xiloflik qilib qolmay, Xitoy hukumatı o'zi imzo qo'ygan xalqaro universal kishilik huquq ahdnomasi va kishilarning odil sotilinishiga aloqador xalqaro o'lchamlarga og'ir xiloflik qilgan. Xitoy Kommunist hukumatı Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni davomli surgun qilishni davomlashtirmoqda. Ularning farzandlari qayerga berishi noma'lum bo'lgan ota-onalarining kaynidan yig'lab qolmoqda. Xitoydagi ijtimoiy taratqularda tarqalgan sillarda kichik bolalar avtobusning kaynidan qarab, "Dadam ketdi" degan sadolar ichida yig'lab qolgan. Xitoy doiralari 2017-yildan boshlab 5 milliondan ortiq Uyg'urni turma, lager va majburiy emgak zavodlariga qamadi. Nurg'un Uyg'ur uylari vayron bo'ldi. Amerika Kengash palata a'zolari Amerika savdo ministrlaridan Xitoyning Osiyo ishlab chiqaruvchi shirkatini harbiy oxirgi ishlatuvchi tizimligiga kirgizishni talab qildi. Amerika ovozining 25-aprildagi xabarda bildirishicha, Amerika parlamentidagi Cumhuriyetçiler Partiyasining ikki Kengash palata a'zosi yaqinda Amerika savdo ministrligining oliy amaldorlariga maktub evatib, Amerika savdo ministrligining Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi Osiyo olam bo'shliq aslahalarini ishlab chiqaruvchi bo'lgan Xitoy savdo aeroplani cheklash shirkatini harbiy oxirgi ishlatuvchi tizimlikka kirgizmaganligidan shubhalanganligini bildirgan hamda Xitoy shirkatini bu tizimlikka kirgizishni talab qilgan. Amerika Davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan Washingtondagi Brookings organida qilgan so'zida Amerikaning yer shari iqtisodiy strategiyasi va uning Xitoyga tutgan pozitsiyasiga baho berdi. Amerikaning Xitoyga eksport cheklamasining ba'zi xalqaro sohalarga xos ekanligini va umumiy iqtisodiy munosabatni nishonlamaydiganligini ta'kidlab, Sullivan mundaq dedi: "Biz Xitoy bilan bo'lgan aloqani uzmaymiz. Xatarni azaytamiz. Amerika va ittifoqdoshlariga tava texnikalarni bizga qarshi ishlatmaslikka kafolatlik qilishni xohlaymiz." Xitoy bilan Filippinning dengiz qirg'og'i muhofazatchilari 25-aprel va 23-aprel talash tortish rayoni qilib bekitilgan 2 Thomas Shuval deb ataladigan Xada toshning yanida uchrashdi. Egilinishcha 2 Thomas Shuval Rib ikki davlatning dengiz qirg'og'i muhofazat atritining o'zaro charlash naq maydoni bo'lib, voqea yuz bergandan keyin Xitoy paraxotlari Filippinliklarga qarshi xatarlik manevrlarni qilgan. Yana bir tarafdan Amerika dengiz armiyasiga tava bir dengiz charlash aeroplanining Xitoy cho'ng quruqligi bilan Tayvan o'rtasidagi talash tortishlik Tayvan bo'g'izida uchganligi xabar qilindi. Xitoy Savdo ministrligining bayonotchisi Shu Jiting Amerika qatorliq davlatlarning o'zak eksport cheklamasi haqida mundaq dedi: "Biz Amerikaning Koreyadagi o'zak ishlab chiqaruvchilarning Amerika shirkatlarining Xitoy bozorida paydo qilgan bo'shliqni to'ldirish urinishlariga qarshi tadbirlarni qo'llanishga qat'iy qarshi turamiz.